Man bir umr orzu qilganman boshqa blogerlarga o'xshab mikrofonda videolar olishni va o'zimni ovozimni qanaqa eshitilishini eshitishni orzu qilganman. 2021-yilning oxiri man fotografiya kursida o'qib yurgan paytlarimda ustozlarimdan Saramonic brendidagi mikrofon eng yaxshi mikrofon deb eshitgandim. Shunda ko'nglimda bitta kichkinagina orzucha paydo bo'lgan edi. Men ham qachondir vaqtlar kelib shunaqa mikrofonga ega bo'laman deb o'ylagan edim. Orzular ushalish xususiyatiga ega deb bekorga aytishmas ekan. Mana oradan 5 yil o'tib, ana shu mikrofon qo'limda turibdi. Bu umuman boshqacha, juda ham zo'r Saramonic yozuvli magniti bor ekan, kiyimlarga qulay joylash uchun. Menda keyingi sovg'a shtativ Jimari 2209 rusumligisi, tripod kichkina holatda, mana bu yerlari buriladi 180 gradusga, pastda qimirlamasligi uchun ilmoqchasi ham bor, oyoqlari adashmasam 1.70 gacha chiqsa kerak balandligi. Xo'p, eng zo'r tomoni mana bu yeri. Ancha muncha shtativda bunaqa joy yo'q. Ko'rib turganlaringdek ham kamerada, ham telefonda syomka qilsa bo'ladi. Oyoqlari taklanadi. Shu tomonlama qulay. Boshqa tripod yoki monopodlarda oyoq boshqacha bo'ladi. Bilmay bosib olib, sindirib olishingiz ehtimoli juda ham yuqori. Bunda esa unaqa emas, zo'r. Sizlar bilan ochib ko'ramiz. O'zini shunaqangi qopchasi ham chiqar ekan. Men hozir bir ikkita detallarini o'rnatib oldim. Xususan telefon bu alohida o'rnatiladi va mana bu yerida 360 gradusga aylantirsa bo'ladigan qismi bor ekan. Uni ham o'rnatib oldim. Sizlarga ko'rsatish maqsadida. Xo'p, mana bu yerini burib buni ham boshqarsa bo'ladi turli tomonlarga va ko'tarish uchun shunaqangi ushlagichi bor va uni asosiy oyoqlari polga mahkam yopishadi, qimirlamaydi ancha munchaga. Qangi etiketkalari chiqar ekan, mana menga juda ham yoqdi, haqiqiy professional. Xo'p, narigi holatga keltirish uchun bo'shatib ko'rsatib beraman. Bu qismini olib qo'yib, mana bu qismidan selfie palkasi sifatida ham foydalansa bo'ladi yoki bo'lmasam o'zimizni syomka qilish uchun ham bemalol foydalansa bo'ladi. Shu qismini biz bemalol gorizontal holatga keltirsa bo'ladi. Shuni qilib qatiradigan bo'lsak, bemalol burib ishlatsa bo'ladi, qaranglar. Xohlasalaring, yana qulaylik tomoni, bu tomoniga kamerani o'rnatib, esa telefonda o'rnatsa bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek tayyor. Bu yerda telefon uchun, bu yerda kamera uchun. Cooking yo'nalishida blog yuritadigan qizlarga shu brenddagi shtativni tavsiya qilaman, chunki syomka qilish jarayoni juda ham qulay ekan bunda. Bu bizning ikkinchi sovg'amiz edi va sovg'alarimiz tugadi. Narxlarga keladigan bo'lsak, mikrofon narxi $95, shtativ narxi esa 270 ming so'm. Bu sovg'alarni menga ukam Arabjon sovg'a qildi. Sovg'alar uchun ukamga rahmat aytaman va hammaga shunaqa ukalar nasib qilsin. Inshaalloh bundan buyog'iga mendan foydali videolarni kutib qoling.